12 ta ingliz tili zamonlari. Present simple. Hozirgi zamon. Qachon ishlatiladi? Present simple odatdagi takrorlanuvchi harakat, umumiy haqiqatlar yoki doimiy holatlar uchun ishlatiladi. Ijobiy gap tuzilishi. Subject, verb, object. Ega, fe'l va qo'shimchalar qo'shiladi. I, you, we, they uchun fe'l o'zgarmaydi. I play football, men futbol o'ynayman. They go to school. Ular maktabga borishadi bo'ladi. Va uchinchi shaxs he, she, it uchun qoidalar. Oddiy qoida ko'pchilik fe'llarga s qo'shiladi. Work, works, sleep, sleeps. Fe'l oxiri shiplar gitar chaladi. Fe'l oxiri sh, ch, sh, x, o bo'lsa s qo'shiladi. Kiss, kisses, wash, washes. Sh bilan tugatgani uchun s qo'shilgan. Go, goes. She washes his scarf. Va mashinasini yuvadi. Fe'l oxiri y va undan oldingi harf unli vowel bo'lsa, vowel degan unli degan bo'lsa, s qo'shiladi. Play oxirida mana undan oldingi harf unli va play oxiri y harf. Plays, stay, stays, buy, buys. He plays football. U futbol o'ynaydi. Is qo'shilyapti. Fe'l oxiri y va undan oldingi harf undosh konsonant bo'lsa, y dan oldingi harf mana undosh try so'ziga y. Y tushib s bo'lib ketadi. Tries, trays, tries. Flies, copy, copies. She tries very hard. She tries hard. Juda qattiq harakat qiladi. Savollar. Does, does qo'shimchalar. Subject plus verb. Do you love me? Meni sevasizmi? Does she buy new shoes? Yangi futbol to'fi sotib oladimi? Inkor shakli. Savol shaklini tushuntirib ketaman. Do bilan does, do. I, we, you, they ga qo'shiladi. Does esa he, she, it ga. Does she bo'libdi subject va keyingisi verb. Xo'p, davom etadi. Inkor gaplarga esa subject do not, don't, does not, doesn't plus verb. I, we, you, they uchun don't qo'yiladi. I don't eat mango. Men mango yemayman. He, she, it uchun doesn't. Fe'l asosiy shakl qiladi. Fe'l shakli o'zgarmaydi, deyapti. She doesn't go to school. Inkor gap uchun fe'lning shakli o'zgarmaydi. Faqat doesn't qo'shilgan uchinchi shaxs uchun. Fe'ling go bo'lsa goes bo'lib ketmaydi. Go ni o'zi qoladi. Doesn't deb oldiga mana s bo'lib qolgani uchun hisobga olinmaydi. O'sha o'tda hisoblanadi. Va maktabga bormaydi.